Ana asl mebel jamoasi yana bitta navbatdagi oshxona mebelini olib ketyapmiz. Videoni oxirigacha qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa bitgan ungacha bittadan like bosib turinglar. Xudo xolasa davomi bor mana shuni oxirida. Mana oshxona mebelimizning ikkinchi jarayoni, ustanovkalarimiz davom etyapti. Bundan keyingi bosqich, uchinchi bosqichini qo'yib beramiz. Bu uchinchi bosqichi mana mebel tikkaladik, tepaga yig'dik hammalarini. Endi oxirgi bitgan. Mana oshxona mebelimiz oxiri bitgan jarayoni tayyor bo'ldi. Mana oxirgi qadam desa ham bo'laveradi. Ba'zi santexnik elektriklar ish qoldi. Stabilizatorlik, Rossiya Eronda akrili. Mo'ykasi 6 funksiyali mo'yka. Mana buni yiqqani bitta santexnik chaqiriladi. Shunaqa tepasida qo'shimdan sushkalar qo'yib berdik. Boshlar har doimgi davchi mexanizm o'zi tortib oladi. Tortmalarda qo'shimdonlari bor. Tortma ham o'zi tortib oladi. Zo'rg'a bir ko'rinishi.